Assalomu alaykum hammaga. Bugun Pinablokdan yana bir joyimiz salinayotir. Bugungi chesla 2025-yil 30-oktyabr. O'zlarimizning ovulda salinayotir, bu xayrli va etdi. Kelib ko'ramizlar. Desangizlar Pinablokdan salingan joyda. Pinablokning sifatini kelib ko'rsanglar bo'ladi. 5 qat joy salinayotir. Hozir 200 dana olib keldik. Tushiryapman. Bu yerga endi yana 100 dana 200 dana olib kelsak yetib qoladi. Ayna eshiklarni o'zi charxog'ini kelib turibdi. Ayna eshiklarni bosasa bo'ladi. Her yerda bir kalon quyiladi. Kalon joy tashalib ketgan burada. Beton quyiladi burada. Üstü sesma poyis bo'ladi. Pinabloklarimiz izg'ar bo'lsa ham o'rliyotir. Izg'ar pinablokdan joy saq bo'laman, bo'lmayman deb o'ylanib yurganlar uchun pinablok paxtada turib ko'raveradi. Hozirgi kunda ko'rgan pinablok tovush qiyin, kun salqinlashdi. Pinabloklar ko'rmaydi. Kimga pinablok kerak bo'lsa, telefon nomerida ekranga yozib qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Pinablok haqida qanday savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qo'ysanglar. Tushunmagan savollar bo'lsa, yozib qoldiraverasizlar.